Anzar so'zla oxiri uxlab qoldi. Lekin Abdusamad atdigan o'rnidan turganda, aksi o'rnida yo'q edi. Uydagilar uni yeli kelib qolar, mana kelib qolar deb oshxonada qo'ygan putkunni bilmay qilishdi. Bo'libmi, Muattarxon xelila sarosimiga tushib qolgan edi. To'g'ri, u odatda oilada hammaga onalik hukmini yurgizib lazzatlangani bilan adab axloq babida tang yetilayotgan ikki o'g'liga ich-ichidan ko'yatdi. Bu o'ziga taalluq sir edi. Bu sirni bakmi xufiyona tutib, chiroyidan, yurish-turish, gap so'zlaridan bilindirmaydi. Yanala surlik, zuvandaran ona bo'lib qiliveradi. Shundaqdimi, ikki o'g'lim mening bir jup go'hirim deb bilatdi. Mana, osh faxrlangan o'g'illari bugungi kunda gapini anglamasa, sizg'an bo'lmasa, tur degan yerida turib, o'ltir degan yerda o'ltirmasa, aniq alam bo'lmamdi. Muattarxonning aniq esida turibdi. Anzar 4-5 yosh chaqlar bo'lsa kerak. Bir kuni Qashqar yangi shahardagi bir tuqqunning to'yiga bordi. Odam shundaqmi jiq edi. Bo'libmi, mehmon saroyda ayollar pana qoqqandek o'ltirishadi. Hech qanday kichik bola ko'rinmaydi. Muattarxon o'yladi, javildishib, qo'g'lishib, bir-birini ittirishib, chilishib, urushib o'ynayotgan balalarga Anzarni qetib qo'yishdan qo'rqdi. Kichkidan tartibla nimani qilsa yomon bo'ladi deb yuragi ezilib ketgan bu bola behmi yavash edi. Davomliq balalardan tayoq yeb, yig'lab yuratdi. Muattarxon uni bo'yli beg'iga akirib, tom tuvadagi bir chashqan to'shkiga qaratib o'ltirg'izib, o'rningdan turma, tursang bo'b chiqadi deb kirib ketdi. Muattarxon orqa-orqadan kelayotgan nozu ne'matlar, duttar, usul, ayollarning qiziq hazillarini anglab, o'g'lini unutib qoldi. U kun qayrilib qaytmoqchi bo'lgandala Anzari esiga keldida baqqa kirdi. Bichara bola chashqan to'shkining yonida tugilib uxlab qolgan edi. Mana ashi yavash, ishongan, yurgini to'q tutib kelayotgan o'g'li Anzar onasidan yiqmay, o'lgidek aroq ichib kelib, ko'ngliga azor bersa, buningga nima deyilik? Uzun yillardan beri tast tishlagan hurmat inovat, izzat ikrom binosining munoridan tashlab o'tgandek bo'ldi. Ana degan ulug' nomni kasat bozorda bir ko'shikka olg'usiz qilaverdi. Tova, bu zamonning yashirig'i men bo'lib ketgan. Muattarxon tushdan keyin bo'lganda zodila o'ltirolmay qoldi. Shuni u Abdusamadni akangni nadin bo'lsa tepib kel. U yana ko'ch-ko'ylarda yetib qolmasin deb buyurdi. Abdusamad oshxona, kavobxona, kichik bodkalarni aylanib yurib, aksini topolmadi. Uning jannat degan langzi beshgan degan so'zi esiga kelish bilan qorasuv o'stingini bo'ylab yuqori o'riladi. Kichkidan tortib Qaridin Xanzu bozorda cho'ng bo'lib turug'liq, qattiqroq varqirsa anglandigan langzi beshini ko'rmay o'tib ketibdi. U pastlikdagi sarg'aygan cheksiz chimanzorliqni, top-top bo'lib o'ltirishgan tomoshachilarni ko'rib hayron qoldi. Bir yoqdan naqsh soz anglansa, bir yoqdan kandirning qonsiq hidi bilan aroqning purqi dimoqlarga urilatdi. To'rt o'shuq qimavaz o'ynayotganlarni uchrab qolatdi. Abdusamad o'sdan yoqlab minib, tuyuqsizla aksini ko'rib qoldi. Anzar tunugidagi sugatga yulinib, tanho aroq ichib o'ltiratdi. Uning oldidagi gazitda kalli pochoq bilan 2 botulka tishlangan edi.
Abdusamat bir botolkadagi yerimlashgan haraqqa qarab qo'yib, aksining qishida o'ltirdi. Oy, Abdusamat bu. Balle, yaraysa ufka. Senmi bir payzi qilay deb kepsanda. Qani ishchi. Anzar yerimlashgan botolkani inisiga tutqizdi. Eloqa og'inilar bormiki deb mushu narsalarni olg'ash kelsam, urab-rabla bugun kelmabdi emasmi? Aka, seni izlab bormagan yerim qolmadi. Ketili. Aval ishchi. Bunuchi qara. O'g'il balaning o'g'il balasi chidigan nima? Ishchi, bo'lmas bugun kecha mashad tunugunim tunigan. Men aka ishmisan o'zim ishchiman. Anzar botolkani tortib elishi Abdusamat uning qo'liga esaldi. Bo'ldirma ishchi. Amdesa ishma, ig'irlashib qopsan. Abdusamat botolkani ko'tirib bir yutum ichishi Anzar yana tortib oldi. Mundaq ishmamsa. Anzar botolkani tik qilib g'urtuldutib ichishi Abdusamat uning qo'liga esaldi. Canım aka, men issan bulduğumda. Aksidan ansirab turgan Abdusamat botolkani ko'tirib bir ishkancha tövde ozroqli haraq qoldi. Balle, o'g'il bola ekansa, endi mavqib qolgani mashjuday. Abdusamat aksi botolkaga qo'l solib bo'lgacha sharti oldida hammani ichivatdi. Biroq Anzar Abdusamatning qo'llarini tutib olganiga qaramay, yana bir botolkaning og'zini echib etib, dastlabda o'zi ko'tardi. Ikkinchi botolka yerimlashmay turibla nast bo'lib qolgan Abdusamat botolkani pirqirtib o'stanga tashlab etib, aksini tortib turg'izdi. Bu ikki mast qaysi yo'lab akitayotganligini belgilab olmaydi. Yenim yaxshi, atrofni quyuq qorong'ulik besib, Anzarning tunugun uyga borgan vaqtidagidan xeyli kash bo'lib qolgan edi. Abdusamat, men bugun nega bordim bilamsa? Anzar dalda dulib berib o'stan qirdagi o'tloqqa yondirdi. Men nima da'vatdim? Nega bordim bilamsa dedim. To'g'ri, Hasanbek hushyor jumu qara, men sahar mang'ancha Baykalga bordim. U yerda sana anamning qo'li bormi? Abdusamat barg'in siri eg'irlashgan edi. U yerda anamning qo'li nemish qizim. O o'zi bilan billa. Ikki mast nima deb nima qo'yayotganligini bilmaydi. U yerda qora Gulbanim bor bilamsa, Gulbanim. Onu degan eri tursa, shu erini ko'rgili bordim. Zodi Gulbanimni olg'uda qanchalik nimadi degan o'y meni qiziqtirib qo'ydi. Ko'rdingmi, bezgak? Do'konni topdim. Mayga chilishib qolgan put qo'ymoq keldigina. Ular kecha jimjitligini buzib, Xanzu bozordan o'tib ketdi. Bir put sozjaladigan mana mundoq. Anzar dingoslab menib do'rab etib, yiqilib tushdi-da, o'mlab aramla turdi. O'zi egiz bo'lgani bilan xuddi tam ustida o'ngan qumushdek lalanglab turadigan. Esa zoy ketibdi demamsa.
Ular daldügünüp, yıqılıp qopup, bir-birlerini mürülleride ittirishib, ko'chaga kirib kelganda, ikki o'g'lidan ansirab holi qolmagan Muattarxon darvoza oldida saqlab turadi. U darhol kelganicha yo'lamoqchi bo'lib edi, Abdusamad uning qo'lini silkibdi. Nima qilmoqchilar ana? Bizga mas bo'lmasa, ner tursizlar deymi? Hay, Gulisa, sabohat tuz chiqinglar! Varqirdi Muattarxon o'yliga qarab. "Mau ikki kofir nim bo'lib ketdi o'zi?" Qizlar yugurishib chiqishdi. Ular aka-inni yo'la qilishib, oqshomgi hujraga akkirishdi. Ansar bilan Abdusamad o'zining karvatlarida o'ltirib turishiga Muattarxon oqshomqidan battar chalvoq qilib ketdi. "Zuvani tutulgur munofiqlar! Dozaqda yılan, çayonga yem bolğurlar. İmandan ezip, nima qilishqini bu?" Muattarxon olqonlarga urishga boshladi. "Ya cho'ng bo'lmagan, ya kichik bo'lmagan. Aranglardagi padishab qani. Sen haq onanglarni ranjitib, qandoqmi ko'plasizlar? Xudoyim sarson bo'lib ketishasa, men qilganim bo'lganda yana ilohim." Anam rast deydi Ufka. Ana qarag'ich o'q degan anlaganmisan? Anzar tinlarini kalvalashtirib, aranlı so'zlaydi. Men degan ulug' anamning gapini anglab, xotinimni qo'yib Hamda sen ro'shangini qo'yib mana kötü qasqınanı. Abdusamadning ko'zlari yumilib ketgan edi. Men seningdek lot qasqas lamzandidan emas, ishdegan joq qilaman. Anamni lot qasqaslardan emas, shundami ana? Ansarning so'zlari garchi onasini maqtagandek qilsa-mu, Muattarxon nomusdan yerilaydi dedi. Bu ahvoldan xijil bo'lgan Gulnisa bilan Sabohat to'ydirmay chiqib ketdi. "Bilamsan Ufka, anam sening to'yingga hargiz unmaydi. Bilib qo'y, men sendek potlamishqimni eqitib, yolvurib, yelinib o'ltirmayman. G'atchi uydan chiqib ketaman-da, sirti to'yimni qilib, uy tutib o'ltiraveraman." Abdusamad ig'ir mastlikda ko'ngilga chiqaribdi. Muattarxonmi kichik o'g'lining shunday qilishiga ishonadi. U kunlarning birida, "Ana, o'zimning uyi bor juma, lekin seni yo'qlab turaman" deyish turganli gap edi. Atsi vaqt turgan Anzar inisini uyg'otdi. Yuzlarini yuyib, pokiz kiyimlarini rangli kiyishdi. Ular oqshom mastlikdagi gaplarining to'lisini unutib qolgan edi. Shundaqdimi, onaning oldida nas-alas turish, qalaymaqam so'zlarni qilish onaga tarki hurmat bo'ladi. Shunga aka-ini ikkisi maslahatlashib, onasidan kechirim so'rash uchun kichik hujraga kirib kelishdi. Muattarxon bulutdek tutilib, ularning chiroyiga qaramadi. Hijolatchilikda qolgan Anzar bilan Abdusamad yer boqqanicha xeyli uzun o'ltirdi. "Ona." Anzarning ovozi to'limi past edi. "Oqshom bir necha og'inilarning zo'rlashi bilan qalaymaqan ishlarni qilib qo'yibdimiz. Ko'ngillarga olmagan bo'lsinlar. Endi ona, bu ishlarning yıldızını sürüştü qilib yursak, yana seni ranjitib qo'yg'udakmiz", dedi Abdusamad tüp-tuzli qilib. "Shunga silimo ko'ngillardan chiqirasizlar, bizmo tagab o'tirmaylik." "Pisi shovchilar! Taggini bormidi tehe?" Muattarxon yig'layapti. "To'g'ri qildim Xudoyim. Bu armlarga cho'q qilgacha dadisi ikkimiz nima kunlarni ko'rmadik. Ig'ir qo'rsoq ko'tarib tug'ib,
Aks berip beqep keçilerde tatlı uykumdan keçip soğuk beşikni kucağılagan. Tova yemeyeni yegizip kiymeyeni kiydirip bakkanın sazayı mı bu? Her qaysın tamның teşkidin çıkıp kalgan mı? Alının muşunda kakşasan Xudayım rava göre mi? Gap bolmuşla ana, bizden ütüptü. Anzar beşini sangıltıp asla şivirledi. Aslida unda qilmasak bo'ladi. Lekin yana nima lekin o? Endi akamni demoqchi bo'lg'ini ana, qo'rsaqni kang tutgan bo'lsinlari bu sachiliklar bo'lmas edi. Abdusamat ishidagi g'umning hammasini chiqarib olmoqchi edi. Ammo Anzar uning chapinining peshini tortib qo'ydi. İki oğlanın yavaşlık bilen boyun eğip kechirim so'rab kirishidan Muattarxon xeylili yeniklab qoldi. U xiyolida osh dam yepti, endi leganga olsak bo'lg'odek deb o'yladi-da, Anzarga muloyimlik bilan nasihat qilishga boshladi. Jinim balam, kichikingdan tartib sizgan sizqimdan chiqmayding. Yine şundaq esil xislatlarini yo'qotganing yo'q. Gulbanim bo'lsa yatliq bo'lib ketdi. Endi o yatlarning odami. Keyinchi o'zimni pushaymon qilib bo'ptila degan o'yga kelgan kunlarimda o qizning bir kechida to'y qilib yetibdi. Amal qancha? Taqdir bishonam shundaq o'xshaydi. Muattarxonning yosh to'kayotgan o'g'li qarab ichi og'rib qoldi. Endi Xudoning irodasiga tan bergin. Bichar Gulniso sening dardingda o'tga vop bo'lib yuribdi. Vali qolma. Menmo seni yaxshi bo'lsin deyman shu. Gapimni angla. Yeni keynik suriversan Gulniso bicharining nim bo'lib ketdi. Jinim ona. Seni shundoq deb turib olgandan keyin nima deyman? Anzarning chiroyi bakmi miskin edi. Mening o'g'il zaten o'ylangim yo'q edi. Agar seni xushal bo'ladiganlar bo'lsalar, sening maylinlaricha bo'lsin. Shundaqdimi? Yana bir oz sabr qilsak. Anzarning mushunchalik javobini anglash Muattarxon uchun tepilg'isiz omad edi. Yana besim ishlatganda bu omad xiymiga yenib qolishi mumkin. Bo'ptila. Bir kunlik er xotindimi 100 kunlik mehr muhabbat saqlandi degan gap bor. Uning ustiga yaxshi ko'rgan xotinni unutmoqma tas. Eyliqi olvasti ko'nglidan ko'tarilgicha ozroq sabr qilali deb o'yladi ana. Anzarning to'yini kayniga surishi u yanala Gulbanimga umid bog'laydi. Rangi ruxsari doimo pokiz yuradigan bu ma'sum sanamning ashu qasmoq yuz, moygadan qo'pol remutchi bilan uzoq muddat birga turolmaydiganligiga ishonadi. Xudo yo'lini qilgan yaxshi kunlarning biri qizi bilan ayolni elib yiroqlarga ketgisi bor edi. Agar Adil Gulbanimni qo'yib bermagan taqdirda Gulbanim rozi bo'lsa, elib qetish niyatim yo'q emas edi. Shunga Anzar bu xatarlik planga bir qatam tavakkul qilishni ko'ngliga pushdi. U biror ishga oygacha oralab-oralabla Baykulga boradi. Remotchilik do'kkani ham Sharifxonning qo'rusi atrofini aylanadi. Kentdagi magazin oldida soatlab, kunlab turadi. Uni buni olg'ili kelgan xaridorlardan yuzini qochirib, u yoq bu yoqqa qarab oladi. Gulbanim savdo qilishga yoki suv elishgami chiligini ko'tarib chiqmaydi. Anzar ko'nglida bir qitim qochgan qizga ko'z quloq bo'l degan gap rost ekanda. Uni hargiz talot-tuzlarga chiqarib xazinasi deb o'yladi. U har qitim Baykulga kelganida shahardan chiqqan sut elib sotarlar. Riksha, velosipedlar bilan uyma-uy kirib sut yig'atdi. Anzarning xiyolidan lip qilib bir ko'langi soy silib o'tdi.
Fevral ayının rasa qattiq soğuq bir günü beshiga quloqcha, uchisiga uzun harbiychi paxtaliq chapan kiygan Anzar velosipedning orqasiga cho'ng so'lyobakni artib Sharipxonning qo'rusiga kirib keldi. "Hoy, sut olaman, sut! Sutinglar bormi?" Anzar bar ovozi bilan varqiradi. "Pah, nima degan so'g'uq bu?" Anzar Gulbanum ovozimni to'nib chiqadi degan umidda qasddan qayta varqiradi. Chatdagi darisdan tonish bir yuz ko'rindi. Anzarning yuraklari o'ynab ketdi. Biroq u chiqmadi. Bechora Gulbanum ish mushtin gumonlanadigan qiynanisidan qo'rqib chiqishga petin olmagan edi. Ammo o'ttirdagi eshikdan Sharipxon oldirab chiqib keldi-da, peshayvondan tushmayli varqiradi. "Gulbanum! Oy Gulbanum! Javoyinmak o'ldimi nima?" "Ha, opa, mana men." Gulbanum peshayvon supsida paydo bo'ldi. Biroq u darhol Anzardan yuzini qochirgan bo'lsin, chiroyi tatirib ketdi. "Nemishdi, opa? Ko'rmidingmi, sut oldiganlar ketdi. Attigan saqlan sutni nega kirib qo'ygan?" "Ombardagi cho'ngchilarga to'kib atgan. To'nagunki ko'k sutchi. Ombarda. Bo'ldi. O'zimiz ichadiganni bir nimaga bo'lib olib, qolganini ochqay. Sen yiqilib ketib, ishtirib berma yana." Sharipxon o'ylining taskayga qo'langan quduqidan o'tib, yer osti ombariga tushib ketdi. Uning yiqilib tushib, ishtirib berma degan so'zidan tini shurpinib ketgan Anzar Gulbanumga qaradi. Uning qursiqi ancha bilinib ketmasimi, yuzlardagi qo'ng'ir rang dog'lar homildor ekanligini bildirib turadi. "Gulbanum, Anzar, nimadoq yurgingiz cho'ng sizning? Siz birinchi qatim varqirganda ovozingizdan to'nigan. Bilamsiz, bu uyda men kishansiz tutqun. Xurjunsiz divona, meni oromimda qo'ying. Bu ishimiz chelibli qolsa, men dumba tepikdan o'lib ketaman." Gulbanum ombar tarafga qarag'acha gaplarini bak-tez davatadi. "Gulbanum, men sizni, men bilan cho'rg'in mutlar bilan kelgan edim. Endi tugidi, hammasi tugidi jinim Anzar. Vafodor Anzar, mana shodlik, baxt ato qilgan Anzar. Qizimning dadisi Anzar, yuragimning qat-qatlariga badmi qilingan Anzar." Ambarning yer osti pallampida Sharipxonning Kirishnovoy to'r romini g'ilpal ko'rindi. Gulbanum olman-talman uyga kirib ketdi. Anzarning umidlari ko'pikka aylandi. Mana shuningdan tartib u oshxonada undimay ishladi. Abdusamat aksiga qarsila yuragi echishadi. Demisimu kundan kunga tushkunlashib ketayotgan Anzar bir yerda o'ltirsa soatlab turmaydi. Bir narsaga tikilib qolsa, xuddi go'mush saranglardek ko'z uzmay qaraydi. Ba'zida tuyuqsiz pusuqqida ochiq kulib qo'yib, deb dimiqini qaqatdi. Biroq hech kimga gap qilmaydi. Mana bugunmi boshqalar ishdan tushib uyga qaytqanini ekan. Lekin Anzar tamoq jo'siga jaynaklanganicha xiyolga patgan edi. "Aka", dedi Abdusamat uning o'tulug'iga kelib o'ltirib. "Sen bilan paranglashqin ba." Cho'ng o'g'lining tushkun kayfiyatidan ansirab qolgan Muattarxon haftadan beri Abdusamatga yelinib, yolvurib nasihat qilmoqda edi. Hatto u avval to'y qilsin, agar iq kelishmay qolsa ajrashib ketsin bo'ladi-ku degandek yumshoq, yirik gaplar bilan Abdusamatni eritib qo'ygan edi. Shunga bu mehribon ini aksiga ko'yingan holda uning o'ylanishini, bir uylik bo'lganda turmush halakchiligida dard hasratlarining ko'tarilib ketadiganligi, onasining xushal bo'ladiganligini oldirmay so'zladi.
yoki Gulnisoni yaxshi ko'rmamsan? Abdusamad so'rgan savolidan o'zi xijil bo'lib qoldi. Aslida bunday ishlarga ikkinchi bir odam aralashimiz bo'ladi. Bo'libmi qarindoshlar? Yaxshi ko'rish degan u boshqa gap ekan. Men to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chog'larimda o'g'irliqcha Tahir Zuhra, G'irib Sanam, Farhod Shirin dostonlarini o'qigan edim. Shu chog'da ko'z qarashim har qancha bo'lsa shuncha bola bo'lamdi. Jahonda qiz degan to'li nima tursa debdiman. Anzar nalargadir tikilib asta so'zlayotdi. Biroq muhabbat, yaxshi ko'rish degan odam aqldan olqib ketgan ajoyib ulug' hissiy kuchga. U shunchalik iztirobga soladi ekanki, ba'zi hollarda aql hissiyotga yem bo'lib ketadi ekan. O'lib tirilishing bilan hisoblashib o'ltirmaydi ekansan. Aniq esimda qolmabdi. Bir shoir mundoq debdi ekan. Muhabbat u o'ttir kechida o'rningdan chashirab turib, paltini elib ko'tak yerishdan bo'lar iborat. Qarg'ana, bu nima degani? To'g'ri, muhabbatdan iborat bu talva ovchi sen ovlig'inida sening ko'zingga o't dengiz ushqunch ko'rinmaydi ekan. Pichoq bisidek o'tkir tog'davollar qadamchi bilinmaydi ekan. Ming yillik qarmuz qoplagan Kashko'l suyi go'yo ham suydek illiq bilinadi ekan. Qisqasi, uning yo'lida ko'rgan azoblarining o'zimi shundoq lazzatli tuyuladi ekan. Uqib qo'y. Bundoq baxt o'g'il bolaga umrda birlik qitim keladi. Naq shu fursatni tutib oladigan yigit u baxtlidir. Anzar ulug' kichiktinib jimib qoldi. Uning ma'yus ko'zlaridan, hasrat zarralari ilgiga olgan yuzlaridan, hatto org'in vujudidan dab-etqisiz dard alam alanglab turadi. Abdusamad ukam, mana hozir hammasi baribir. Yelg'u Gulniso ekan. Men ko'rmagan baxtnisa, mehrnisa, turnisala bo'lamdi. Qandoqligi sala bo'lsa bo'laveradi. Chunki muhabbatsiz olgan qizlarning hammasi xuddi bahosini kelishib olgan molga o'xshaydi. Birni farqi molning uchisini solab, quyruqini tutib, ko'tirib, dasabli qilib olasan. Qizlarningki undoq qilg'ili bo'lmaydi. Anglayotganinglar Bili Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Mart oyining 2-kuni Anzar bilan Gulnisoning oddiy to'y murosimi o'tkazildi. To'yga mahalladagi qulum qo'shnilar, yaqin yo'ruq tuqqanlar qatnashdi. Nikoh fatiha va qonunliq rasmiyatlardan keyin xuddi toshni tayoq tamgandek xotinlarni o'z hujrasiga akkirib qo'yishdi. Aslida bu uy aka-inining yotiqi edi. Endi Abdusamad mehmonxonada yetib qo'yadigan bo'ldi. Bugun kechidagi Muattarxonning xo'shligi olamchi edi. To'g'ri, u xushal bo'lmay kim bo'lsin? Hammani manfaat tarozisiga soladigan bu xotin inidinmi, bo'yidinmi foyda oldi. To'y hasham daramsiz bo'lib, sanduq elinadigan mollar, oltin zibu-zinnatlar, yerga selinadigan, tomga tortiladigan gilamlar, kelinchilab tutqanda cho'lib qo'ydigan yoqut ko'zli uzuk, to'yga ketadigan to'rpoq qo'ylar, qizning jaddi jamiyatiga qo'yiladigan bo'st daraxtlar, qisqasi sanab tugatkisiz chiqimlar tejilib qoldi. Yana bir yoqdan ketaman deb peshini qiqib ketolmaydigan, ishladim-ku deb haq talab qilolmaydigan
bir dal tükni yulğan deb oshxonaning go'sht, ko'ktat, may, tuxumlarni qo'ynim o'g'ri, qo'njim o'g'ir qila olmaydigan, xuddi seg'izlaydi yasab olgandekla oshxona mulozimi o'z oyog'i bilan qopqonga ilindi. Bo'libmi Muattarxonning eng ulug' g'albisi Gulnisodan iborat o'z yurtligini kelin qilib oldi-da. Muattarxon kulimsirganicha to'risga qarab xiyol surmoqda. Mana ko'ring, savrning tegi oltin degandek savri qila oxiri shivi qadr kunlarga yetdi. Uning namozlarda tilaganlarini Alloh maqbul etdimi nima? Murad maqsadlari hosil bo'ldi. O'g'illarga insof tavfiq ato qildi. Mana ular anikum monukum bo'lib, ko'rsatib bergan chashqan to'shkiga qarab o'ltirdi. Mush kunlarda g'o'r qapoq Abdusamatmu imomiga petib, ko'ch-ko'ylarda saranglardek pirqirab chiqib ketmaydigan bo'lib qoldi. Og'inlarning o'ltirishiga, to'y ma'rikinlariga, kinolarga borsa, onasiga deb qo'yib, ruxsatini elib minadigan bo'ldi. Mana bu Muattarxonning kech-kunduz qilgan toat ibodatining xosiyati emasmi? Ey poka Parvardigor, men sening ojiz bandangman. Muattarxon osti shivirlab Allohga hamd sana o'qidi. Menga cheksiz sabr toqat, bolallarimga insof, dalaga iymon berginingga ming qatlik shukr. Sening farz sunnatlaringni bajondil o'tab ketalmaginim o'zimga ayon. Xayr ihson qila olmadim. Peyqir miskinlarning beshini sila olmadim. Ro'za namozlarimni qazo qilgan gunohlarim bor. O'zing rahimdilsan. Gunohi kabir, gunohi zafirlarimni mag'firat qilg'aysan. Bugungi to'ydan dab etqisiz mamnun bo'lgan Muattarxonning Allohga sig'inishi talakka yetdi bo'lg'ay, o'rnidan turib joy namozni soldi-da, taajjub namoz o'qishga o'ltirdi. Biroq namoz boshlanmayla yeni xotinlarning uyida bo'ron ko'tarildi. Qattiq chirqirab yig'lagan, varqirgan, qars-qurs shapaloq ovozlari bu tunning jimjitligida hammani uyg'otib. Muattarxon yurak solgan holda peshayvonga yugurib chiqdi. Bu chaqda Abdusamat sabohatlarmi eshikdan beshini chiqirib marishib turishatdi. Qandaqdir nijozat purqidek hayosiz ishning shapsini sezgan Muattarxon bir nisharat bilan bolalarni uyiga kirgizib yetib, o'zi osti qadamlar bilan muborak hujra oldida to'xtadi. "Ey javob!" Bu Anzarning ovozi edi. "Sen nima buzilgan a? Bu so'qliqning o'ziga ayon turibmi? Men nurish qoldim. Sizni bir qatim aylangandan keyin ko'ngliga olmasdan demam. Meni sen shuga sharlab qoldingmi?" Qaris-quris tekkan tasdekdan Gulniso chirqirab uyni beshiga keldi. "Seni so'lib maynatlab ketishingdi. Men buni gumon qilgan. Men rastimda lekin o'rmon. Men aslida og'zim shun buzuq rasvo. Sening bu bosqinchiliklaringni kimning o'g'li ekan? Sen o'zing o'xshash javoblar so'zlab berib, shuni huzurlandir." Uychi bo'sh mirqirab yig'lash ham ig'ir hasrashdan boshqa bir pas jim edi. Ondan Anzarning xuddi qiroat qilayotgandek yig'lamsirgan ovozi bir xilda anglanib turdi. "Xudo, onamning Gulbonimga qilgan atganlarining hisobini men bilib o'tamsan. U notavonning ozori, ochiq ko'z yoshli oilamizni tutdimi? Bu meni xo'rliq, g'ururimga, vijdonimga, pok e'tiqodimga yundi chashqanlar zodi kim? Xudo, men shundaqmi onalarni yaratganmidi? O'z farzandlariga o'g'ri qo'yadigan,
İmansız, ko'ngli qora onalarmi ulug' onalar qatoriga kiramdig'andi. Men onalarga til tekkizib imondan ozgan bo'lsam, meni do'zaxga sol. Kuyib bu dardga to'lgan tinimdan bir siqim kuli qolsin. Biroq Gulbanimmi bir onaga, uni bir ona. Shu notvanni xo'rlab, haqoratlab, yaxshi ko'rgan erdan ayirib etgan pag'ubarsiz bir narsadan yetim qilgan onalar. Sening sual so'roqlaringdan mustasnomi? Gulbanimning bo'ri zindonga mubtalo bo'lib, shensiz tutqunga aylanib to'kkan ko'z yoshlariga kim sababkor? Agar u vaqtsiz xazon bo'lsa, uning qotili ishga ona desa kim ishinar? Uy ichi yana jimadi. Faqat damma-dam g'azablik ham hasratlik asrashlar anglanib turdi. Bir-biridan ig'ir iltijo, nida xitoblarning vazni ostida qolgan Muattarxonning birdilla tini shurkinib qo'rqib qoldi. U 5 vaqt namozni nima deb o'qidi? 30 kun ro'zini nimishqa tutdi? Shamu saharlarda Xudoga nimalarni deb nola qildi? O'ziga o'xshashla 35-36 yoshida eridan 7 bolasidan ayrilib, ig'ir jafolar teg'ida yonjilgan bir mazlumani xalq olam oldida sharmisor qilganida o'zining musulmon ekanligini unutib qolgan miydi? O'g'li bilan Gulbanim bir-biriga ko'ngil berishganda, bu Xudo solgan ishqi savdo ekan deb qo'rsaqni kang tutdimi? Eng yomoni o'sha otisiz, onasiz qolgan Narsida Muattarxonga nima gunoh qilgan? Uni qo'rsaqdagi chog'da tillig'ini turibdi. Ta tug'ilib dunyoga ko'z ochqanga qadar qarg'adi. Bu ishlar Xudoning irodasi bilan bo'lyotdi demay, Xudoga shak keltirdi. Shuni u taajjub namoziga o'ltirishi bilan Alloh ajoyib karomat ko'rsatdi. Bishorat bilan uni sagitdi. Atmasi u yilana Allohga hamd sana o'qib etib, Yunusaning beshini silig'inim hisob bo'la deb Allohga hisob kitob ko'rsatdi. To'g'ri, uningdan dahshatli kufrlik o'tdi. Muattarxon qo'rqinish ichida g'al-g'al titradi. Uning uyga qaytib kirib ketishiga putlari bo'ysunmadi. O'rnida daldigunib turolmay tomga yo'linib oldi. Shu chaqda o'g'li Anzarning munu so'zlarini anglab qoldi. Bo'ldi. Sizga ayib qo'ya olmayman. Hamma o'yinni onam o'ynadi. Gunoh shuningda. Lekin hozirdan tortib sizni taloq qildim. Erga teksangiz bo'ladi. Bu yurt, bu suyimlik makon menga harom bo'ldi. Bu yerlardan bosh ilib ketaman. Hamma shunchalik o'ch bo'lib ketdimki, sizlarni ko'ra ko'zim yo'q. Anzar, unda qilma. Men sizga vafodor ayol bo'lay. Bu so'g'ingizdan ketmagan ishdak xizmatingizda qolay. Dilqut xazinasi ishning taraqlab echilishi bilan nursiga chopinni ortgan Anzar etilib chiqdi. Muattarxon qechishqini ulgurolmadi. Anzar onasiga qarabni qo'ymay, o'tinxondagi paltini ochiqqancha darvoza qulupini birni urib chiqavatdi. O'g'lining orqasidan chiqishqini madori qolmagan ona yerimi dog'lashgan oyga qarag'anicha, "Dardman bolam, men bilmabman" deb pichirladi. Anzar atsi oshxonaga kirmadi. Muattarxon bir chog'dagidek bo'ynini so'zib yo'lga qargan bo'lsa-mu, o'g'lining qarasini ko'rmadi. Lekin kashga yaqin ishdan yong'anda Anzar insi Abdusamatning oldini to'sdi. Ham chekda qanchalik pul borligini so'radi. Shundaqla o'zining ketadiganligini qisqani tushuntirdi. "Bo'ladi aka,
Hozir bankida 22 ming so'mdan ortiqroq pul bor. Hammani epket. Yoq yurtlarda aldarqan qarab qolma. Yoq, menga 10 ming so'm bersangli bo'ldi. Shuning bilan tirikchilik qilaman. Atdigan bankadan kelgan Abdusamat akasining qo'liga 12 ming so'm pulni tutqizdi-da yig'laverdi. Aka, sen nega iroda qilyapsan? Urumchiga borman. U yerda ish ovqatning tayini bo'lmasa, ishkirga kirib ketaman. Ishkirning nariga bormoqchisan? Bilmayman. Qayerda kunim yaxshi o'ssa, shu yerda tirikchilik qilaman. Beijingmi, Shanxaymi, Guangzhoumi, aytavur, rizqim chechilgan yerga boraman. Hozircha mening ketganimni onamga aytma. Abdusamatning akasi bilan ko'rishgani shu bo'lib qoldi. U Anzarning Xanzu bozoridagi vajildab turgan odamlar orasida qarsi yo'qolg'icha qarab turdi. Shu kun kechda Muattarxon Gulnisoni o'z hujrasiga boshlab kirib so'roqqa tortdi. Qani ayta, sen qizliqni qandoq yo'qotgan? Nima uchun burunroq menga demagan? Deyishga ko'zim chidamadi. Men onam o'lganda 8 yoshda edim. Dadam 1 yilga qolmay kentimizdagi Fatimxon degan ayolni oldi. Shuning bilan mening ziyrillik kunlarim boshlandi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Dahamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.